Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mazkur holat Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tegishli tartibda o'rganildi. Qoidabuzar haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-10-moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. To'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha G'ijduvon tumani sudida mazmunan ko'rib chiqildi. Endi qorda bir yoshlik qilib qiziqonlik qildik. Haqiqatan shu holat bo'lgan, to'g'rimi? Ha, shu holat bo'ldi. Videosi mavjud, o'sha transport vositasi sizga tegishli, siz boshqaruvda sodir bo'lgan, to'g'rimi? O'zlaringiz tan olasiz. Aybingizni iqrorlisiz? Aybimni iqrorman. Qilmishingizdan pushaymonlik bormi? Albatta. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-10-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-10-moddasi 1-qismi bilan 1 yil muddat transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilingan holda bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobar miqdorida jarima jazosi tayinlansin.